hamma o'zini viloyatida taksi qiladigan jarayonga ham yetib kelamiz. Toshkent nomerlilar Toshkentda ishlaydi, Andijonlar Andijonda, Qoraqalpog'istonlar Qoraqalpog'istonda. Ijtimoiy tarmoqlarda taksi haydovchilar o'z viloyatida faoliyat olib borish haqida tarqalgan videolar ko'plab muhokamalarga sabab bo'ldi. Holatga nisbatan Transport vazirligi axborot xizmati rahbari Navro'z Ashurmatov rasmiy ma'lumot berdi. Aytishicha, aslida 14 yil avval, ya'ni 2011-yilda tasdiqlangan bu qaror o'z kuchini ancha yo'qotganligi sababli 2025-yilgi yangi qaror bilan ayni tartib qayta yangilangan va kuchaytirilgan. Endilikda har bir taksi haydovchisi faqat litsenziya kartochkasida ko'rsatilgan hudud va unga tutash hududlarda yo'lovchi tashish huquqiga ega bo'ladi. Ashurmatovning izohiga ko'ra, bu talab barcha viloyatlar uchun bir xilda qo'llaniladi va bu tartib transport sohasidagi nazoratni kuchaytirish va xavfsizlikni ta'minlash maqsadida joriy etilgan. Transport vazirligi qaror qonuniy asosga ega ekan va tartib allaqachon kuchga kirganini rasman tasdiqladi. Lekin ijtimoiy tarmoqlarda haydovchilar orasida e'tirozlar kuchayayotgani kuzatilmoqda. Sizga yordam bermaylik, bu kuchimiz xalaq bermaydi. Iltimos, o'zini o'zi band qilib, oilasini halol mehnat bilan boqib yurgan insonlarga xalaq bermaydi. Bu qarorga sizning fikringiz qanday? Izohlarda yozib qoldiring.